وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalomu alaykum aziz talabalar. Navbatdagi qisqa arab tili darsimizga xush kelibsizlar. Bugun birinchi kitobdan 9-darsni yakunlashga harakat qilamiz inshaalloh. Bu 9-darsni 5-qismi bo'ladi. Oxirgi video darsimizda 51-sahifadagi birinchi mashqni bir qismini bajarib to'xtagan edik. Mashqni qolgani 52-betda. Keling shu yerdan davom etamiz. 6-gap bilan boshlaymiz. Ana fil madrasati thanawiyyati. Men o'rta maktabdaman. As-sanawiyyatu yangi so'z. O'rta yoki ikkinchi degani al-madrasatu thanawiyyatu o'zbekcha o'rta maktabga to'g'ri keladi. Boshlang'ich maktab bilan oliy bilim yurt orasidagi maktab. U man'ut va na'at birikmasi. Bu yerda ana jumla ismiyaning mubtadasi, jar majrur fil madrasati, xabar shibhu jumla. As-sanawiyyati na'ati muannas, majrur va ma'rifa. Chunki man'ut al-madrasati muannas, majrur va ma'rifa. Navbatdagi ikkita gaplar fe'liya jumlalar ekan. Zahaba ar-rajulul faqiru ilal waziri. Kambag'al kishi vazirning oldiga ketdi. Bu gapda zahaba fi'l ish harakatini bajaruvchisi, ya'ni bu fi'lning fa'ili, ar-rajulu ismi. Bu yerdagi man'ut va na'at birikmasi ar-rajulul faqiru bo'ladi. Ar-rajulu marfu, chunki u fa'il. Yodingizda bo'lsa, fe'liya jumlaning fa'ili doimo marfu bo'ladi deb o'rgangan edik. Na'at bo'lgan al-faqiru ismi ham marfu, chunki u ar-rajulu bilan moslashyapti. Ilal vazirini jar majrur iborasi desak yetadi. 8-gap. Jalasa at-talibul jadidu xalfa Hamidin. Yangi talaba Hamidning orqasiga o'tirdi. Bu ham yana bir fe'liya jumla. Jalasa fi'l, uning fa'ili at-talibu ismi. Al-jadidu at-talibuga na'at. Mansub ism xalfa bu yerda qanday vazifa bajaryapti deb o'ylaysiz? U gapda zarf bo'lib kelyapti, shundaymi? Yana ham aniqroq qilib aytmoqchi bo'lsak, u zarful makan yoki o'rin joy ravishi. Demak, xalfa Hamidin bu yerda zarf va mudof ilayh birikmasi bo'lyapti. 9-gap. As-sikkinul kabiru haddun jiddan. Katta pichoq juda o'tkirdir. Haddun yangi so'z, o'tkir degani. Jiddan kalimasini avval ham uchratganmiz, juda degani edi. Aslida o'zbek tilidagi juda so'zi arabchadagi jiddan kalimasidan kirgan bo'lsa kerak. Ushbu ismiya jumlada as-sikkinu mubtada, haddun xabar. Bu misoldagi man'ut va na'at birikmasini ko'rsata olasizmi? As-sikkinul kabiru, shundaymi? Ikkovi ham ma'rifa va muzakkar. 10-jumla. Man hadhal waladus saghiru huwa ibnul mudarrisil jadidi. Mana bu kichkina bola kim? U yangi o'qituvchining o'g'lidir. Bu gaplarda ikkita ism na'at bo'lib kelyapti. Ularni ko'rsata olasizmi? Birinchisi as-saghiru. U al-waladuga na'at bo'lyapti. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu yerda al-waladu hadaga badal ekan. Ikkinchi na'at al-jadidi. U al-mudarrisiga na'at. Al-jadidi majrur, chunki man'ut al-mudarrisi majrur. Al-mudarrisi majrur, chunki u ibnu ismiga mudof ilayh. Javob gapning mubtadasi huwa, xabari esa ibnu ismi. Mana bu mashqni bajarib bo'ldik. Keling endi xuddi shu sahifadagi ikkinchi mashqni ko'rib chiqamiz. Bu osongina mashq ekan. Qovus ichida na'at yoki sifat so'zlar berilgan.
bo'sh joylarni mana shu na'tlarni man'ut bilan aniqlikda moslashtirib qo'yishimiz kerak. Birinchi gap. Aynal mudarrisu bo'sh joyga na'at uchun jadidun ismi berilibdi. Man'ut al-mudarrisu ma'rifa. Biz ham jadidun ismini ma'rifa shaklini, ya'ni al-jadiduni qo'yishimiz kerak. Demak, to'liq gapimiz Aynal mudarrisul jadidu. Yangi o'qituvchi qayerda bo'ladi? Ikkinchi jumla. At-tajiru bo'sh joydan so'ng fis-suqi iborasi berilibdi. At-tajiruga na'at uchun kabirun so'zi berilgan. At-tajiru ma'rifa aniq shaklda bo'lgani uchun biz ham unga mos qilib al-kabiruni ishlatishimiz kerak. Birga qo'shsak, at-tajirul kabiru fis-suqi, katta tijoratchi bozordadir jumlasi paydo bo'ladi. Uchinchi gap. Ana tolibun bo'sh joyga qavs ichida berilgan qodimun sifatini o'zgartirmasdan shu holida yozsak bo'ladi, chunki tolibun man'uti ham nakiro noaniq shaklda. Ana tolibun qodimun. Men eski talabaman. To'rtinchi gap. Jalasa tolibu bo'sh joydan so'ng xalfa Muhammadin berilibdi. At-tolibuga mos na'at nima bo'ladi? Ma'rifa sifat qo'yishimiz kerakmi yoki nakiro sifatmi? Na'at ham ma'rifa bo'lish kerak, shundaymi? Demak, al-jadidu deb al-artikli bilan yozishimiz kerak. Shunda to'liq gap jalasa tolibul jadidu xalfa Muhammadin bo'ladi. Ma'nosi yangi talaba Muhammadning orqasiga o'tirdi. Beshinchi gap. Manil waladu bo'sh joy so'ng alladi xarajal ana minal fasli berilgan. Man'utimiz al-waladu ma'rifa shaklda. Shuning uchun tawilun so'zini ma'rifa shakli bo'lgan at-tawiluni qo'ysak to'g'ri keladi. Demak, to'liq so'roq gap quyidagicha bo'ladi. Manil waladu at-tawilu alladi xarajal ana minal fasli? Hozirgina sinfdan chiqqan baland bo'ylik bola kim? 6-jumlaga keldik. Ammarun waladun. Bu jumladagi man'ut waladun ismi nakiro. Shuning uchun berilgan qosirun so'zini hech qanday o'zgartirishsiz shu holatda yozsak bo'ladi. Ammarun waladun qosirun. Ammor past bo'ylik boladir. 7-gap. Faysolun tabibun. Tabibunga na'at nakiro bo'lish kerakmi yoki ma'rifami? Nakiro na'at bo'lish kerak, shundaymi? Chunki tabibun nakiro noaniq shaklda kelyapti. Demak, shahirun bu man'utga mos na'at bo'la oladi. Faysolun tabibun shahirun. Faysol mashhur shifokordir. 8-jumla. Liman hada as-sariru? Bo'sh joyga as-sariruga munosib na'at al-maksuru to'g'ri keladi. Liman hada as-sarirul maksuru? Mana bu siniq kravat kimniki degani. 9-jumla. Hada qolamun. Qolamun bilan maksurunni ishlatsak bo'ladi. Man'ut ham, na'at ham nakiro shaklda. Hada qolamun maksurun. Bu siniq qalamdir. 10-gap. Ayna sikkinu? Foydalanish uchun haddun ismi berilibdi. O'tkir degani. As-sikkinuga mos na'at qilib ishlatishimiz uchun uni ma'rifa shaklga, ya'ni al-hadduga aylantirishimiz kerak. To'liq so'roq gap ayna sikkinul haddu bo'ladi. Ma'nosi o'tkir pichoq qayerda? Va eng so'nggi jumla sal oldinroq ko'rib chiqqan as-sariru haqidagi so'roq gapni tuzilishiga o'xshab ketar ekan, faqat bu jumlada muannas man'ut kelyapti. Liman hadhihi as-sayyaratu? As-sayyaratu bilan al-jamilatuni ishlatamiz. Shunda to'liq so'roq gapimiz liman hadhihi as-sayyaratul jamilatu?
Mana bu chiroyli mashina kimniki bo'ladi? Mana bu mashqni ham bajarib bo'ldik. Siz ham mashqni daftaringizga mustaqil bajarib ko'rishingizni va har bir jumladagi man'ut va na'atni moslashib kelayotganiga alohida e'tibor berishingizni tavsiya qilaman. 53-betdagi 3-mashqni bundan avvalgi video darsimizda bajargan edik. 3-mashqdan keyin man'ut va na'at atamalari haqida yana eslatma berilibdi. Misol uchun baytun jadidun birikmasi keltirilgan. Baytun sifatlanayotgan ism. Uni arab tilida man'ut deymiz. Mana shu otdan keyin kelayotgan jadidun sifatini esa na'at deymiz. Va nihoyat dars yakunida B qismda o'rgangan yangi lug'atlarni ro'yxati berilibdi. Men ularni birma-bir o'qiyman, siz ham men bilan birga o'qishga harakat qiling. Tayyormisiz? Al-maktabatu kutubxona. Al-maktabatu. Al-ana hozir, ayni damda, hozirgina. Al-ana. Al-mirwahatu ventilyator. Al-mirwahatu. Al-mustawsafu klinika. Al-mustawsafu. Al-madrasatu thanawiyatu o'rta maktab. Al-madrasatu thanawiyatu. Al-waziru vazir. Al-waziru. Shahirun mashhur. Shahirun. Haddun o'tkir. Haddun. Juda yaxshi. Mana 9-darsni ham tamomladik. Bu darsda ko'rib chiqqan asosiy ikkita mavzu quyidagilar edi. Man'ut va na'at birikmasi va al-ismul mavsulni gaplarda na'at bo'lib kelishi. Jumlalarda al-ismul mavsulni ko'rib qolsak, unga bog'lanib keladigan silatul mavsulni aniqlashtirib olsak yaxshi bo'ladi. Chunki al-ismul mavsul va silatul mavsulni ajratib olish bilan gapni sodda bo'laklarga bo'lib olishimiz mumkin. Shu yo'l bilan jumlani umumiy tuzilishini osonroq ko'rsak bo'ladi. 9-darsda o'rgangan grammatik tushunchalarni yaxshi o'zlashtirib oldingiz deb o'ylayman. Kelasi darsdan inshaalloh kitobdan 10-darsni boshlaymiz va yana yangi va qiziqarli mavzularni o'rganishda davom etamiz. Kelgusi darslargacha assalomu alaykum.